Iftorlik ikkinchi qism axiyri belgilangan manzilga yetib keldik va birinchi o'rinda oyoq kiyim almashtiraman. Bu yoqda iftorlik bo'lyaptim, to'y bo'lyaptim. 1 kilometr to'la mashina. Kiraverishgina joy topdim. Yemaklar faqat shu yerda Gulistonda yeyman, qatiqlosh va xolamdan hadyalar va bir-birini katta qilayotgan qariya qizchalar. Va bu bolachani qaranglar. 3 yil hayoti davomida qidirgan, umri davomida qidirgan muhabbatni axiyri topdi shekilli. Qarashni qaranglar. Voy dod. Voy, dasturxon. Bu esa meni onam. Bir nimalar haqida suhbat qurishyapti va onam bor duolarni, yaxshi gaplarni aytib, duo qilib amin qildilar. Bu esa meni xolam. Xolam umraga borib keldilar va xolam umraga borib kelishlar munosabatlari bilan iftorlik qildilar. Hamma qarindoshlar, mana opa-ukalar birgalikda fotosessiya qilishyapti va bizda shunaqa, sizlarda ham shunaqami? Odam qo'shilaveradi fotosessiya vaqti va odam keti uzilmaydi. Mingtacha rasmga tushildi. Bu esa hamma ketgandan keyin qarindoshlar o'tirib biqin qildik va dildan suhbatlashdik. Bu esa bir-birini 1 yil davomida atigi bir marta ko'rib, o'ynab, yanagi safargacha esdan chiqarib yuboradigan bolachalar. Hamma sekin-asta uyiga ketishni boshladi. Mana mehmonlarni kuzatishyapti. Faqat biz emas, biz hali ham o'tirimiz. Bu esa meni akamning o'g'li. Qizim bilan shunaqa zo'r chiqishadi. Bo'ylaringga bo'ytumor, bo'yi 180 cm adashmasam. Kelinlar bo'lsa turasizlar, lekin hali 9-sinf. Va sekin biz ham yo'lga chiqdik. Shunaqa qilib bugungi kunimiz ham o'tdi. Hammaga xayr.